arkadaşlar, aziz izleyicilerim. Bugün yürüyüşüm Beyoğlu Türk Milli Taomlar restoraniga bo'ldi. Va bu restoran haqiqatan chiroyli, shinam, go'zal, taomlari juda yoqimli, mazali ekan. Menga juda ma'qul bo'ldi. Va bu restoranga kelishimning asosiy sababi bir inson bo'ldi. Bu inson juda ko'pchilik yaxshi biladi. Ma'lum filmlarimda ajoyib rollarni ijro etgan. Yorug' serial egizaklar, adashgan sovchilar, bo'g'on bir kuyovlar va bir necha kliplarni suratga tushgan va ko'pchilik shu aktrisani qidirib mendan izlayotgan, qani shu aktrisa yurgan aktrisani men emas, u o'zi topdi. Mana tanishing Durdona Mo'minova. Va qarangki, ijtimoiy saytlar orqali juda ko'plab menga murojaat qilishadi. Aynan mana shu Durdonani muxlisalari nimaga bu aktrisa ko'rinmay ketdi? Mana aktrisa ko'rinmaydi emas, mana endi ko'rindi. Nasib etsa biz ozgina pauza bo'ldi. Oila, farzand. Keyingi ishlarimda to'liq suhbat qilamiz. Hozircha esa mana o'sha aktrisani sizlarga ko'rsatdim va to'liq suhbatimizni tez orada sizlar ko'rasizlar. Bizni kuzatib borishga harakat qiling. Rahmat.